Ertaroq boshlamagan ekanman deb ham o'ylayman. Afsuslanyapsiz. Biz faqat ayollar bilan ishlaymiz. Ish vaqtingizni o'zingiz belgilaysiz. Farzandlarga ham vaqt ajratasiz bemalol. Aynan MC akademiyaga o'qishga kelganimga kosmetologiyaga mani yosh bolam bor edi. Bir oylik kosmetologiya kursimizni tugatganingizdan keyin ish boshlashingiz uchun qancha summa sarflagansiz? Bir oy qisqa vaqt sizga shu nimalar bera olgan? Kelgan qizlarga ham aytaman, o'qimoqchi bo'lib havas qilgan qizlarga birinchi fundament qilinglar, o'qinglar, mana bazada o'qinglar, ana keyin kimgadir borib shogird tushinglar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun aynan MS Akademiya kosmetologiyamizni bir oylik baza kosmetologiya kursimizda 2023-yil sentyabr oyida o'qigan kosmetolog qizimiz bilan suhbat olib boramiz. Bizga kosmetologiya kelishdan oldingi holatlari, hozirgi holatlari va kosmetologiya haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Farg'onadan Diyoriman, siz taniysiz. Instagramda kosmetolog D. Farg'onada hozir ish faoliyatimni olib boryapman kosmetologiya sohasida 2 yildan beri. O'zi oldindan salon sohasida, go'zallik sohasida ishlaganman. Shuning uchun ham men bu ishni olib ketishim qiyin bo'lmadi. Sababi salon sohasida mana shu ayollar bilan ishlab kelganman oldindan. Beauty sferada. Beauty sferada ishlab kelganman. Kosmetologiya sohasiga oldindan qiziqqanman. Kosmetologlarga doim uxodlarga borib yurganman. Ozgina bu haqda tushuncham bo'lgan. Keyin yaqinlarimning maslahati bilan shu sohani sinab ko'r, sen olib ketasan degan maslahatlari bilan keyin shu sohaga qadam qo'ydim va hozir ertaroq boshlamagan ekanman deb ham o'ylayman. Afsuslanyapsiz. Mana siz ayolsiz va kosmetologiyani tanladingiz. Aynan sizning hayotingizda qanaqa nimalarga yaxshi tomonlarga chiqa oldingiz? Ayol sifatida kosmetologiyani tanlab. Ustoz, to'g'risi kosmetologiya ayol kishiga hamma narsa bera oladi deb o'ylayman. Sababi birinchidan yaxshi kasb. Ikkinchidan ishonchli kasb. Chunki bilasizmi nimaga men uchun bu qulay? Biz faqat ayollar bilan ishlaymiz. Men asosan ayollar bilan ishlayman. Bu ham bitta katta o'rin egallaydi ayollarimiz uchun. Undan keyin yaxshi maosh, yana yaxshi tomonlarini aytsam, ish vaqtingizni o'zingiz belgilaysiz. Farzandlarga ham vaqt ajratasiz bemalol. Patsientlari xohlagan vaqtingizga, o'zingizga udobni bo'lgan vaqtga yozasiz. Oilani ham, ishni ham birdan olib ketsa bo'ladigan kasb. Men uchun mukammal kasb, desam ham bo'ladi. Aynan MC akademiyaga o'qishga kelganimga kosmetologiyaga mani yosh bolam bor edi. Lekin shunaqa qiziqishim ustun kelgan. Oilamdan ruxsat olib. Necha yoshli edi bolangiz? Kelgan 2 yosh qizingiz edi. Qizim kichkina edi, 2 yoshdan o'tgandi, hali 3 ga kirmagandi kichkina qizim. Katta qizim kattaroq edi, shuning uchun yordam berishib, onam yordam berganlar. Kelib bemalol o'qib ketganman. Endi Farg'onadan baribir Toshkentga shu yerda yashab o'qiganmiz 1 oy, 2 oy. Undan keyin shunaqa qiziqishim zo'r keldi. Mana hozir har oy deyarli Toshkentdagi, mana o'zingizda Toshkentdagi eng malakali doktor kosmetologlarda kelib malaka oshirib ketamiz. Sizni maslahatlaringiz bilan, tajriba alishib ketamiz. Mana deysiz. Yana bitta sizga savol bermoqchi edim. Aynan oldindan beauty sferada ishlagansiz va kosmetolog protseduralarini olgansiz o'zingizga. Demakki, siz kosmetologlar bilan tanish bo'lgansiz va sotsial setda, Instagramda ko'plab kosmetologlarni kuzatgansiz. Nima uchun noldan boshlagansiz kosmetologiyani? Noldan kosmetologiyani boshlash uchun aynan MS akademiyani tanlagansiz. Sizlarni tanlashim boshida qo'qqisdan ko'rganman, reklamada ko'rib qolganman, keyin kuzatganman. Oldin ancha payt kuzatganman. Endi kosmetologiyaga kirib kelish arzon emas. O'qishi mashaqqatli, ko'p tajriba kerak. Ozgina kuzatganman, birdaniga qaror qabul qilmaganman, o'ylaganman. Keyin reklama ko'rganman, ustoz sizni ko'rganman, keyin ancha sizga mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganman. Keyin mana vodiydan kelib o'qigan qizlar bor, Qo'qondan, shular bilan gaplashganman, maslahatlashganman. Keyin qaror qilganman. O'qiganlar bilan baribir gaplashasiz-ku. Gaplashib, maslahatlashib, o'qish haqida bilib, keyin qaror qabul qilib kelganman. Hech qachon adashmadim deb o'ylayman bu qarorimda. Daromadingiz qancha edi va kosmetologiyada o'qib, ish faoliyati boshlaganingizdan keyingi daromadingiz?
Chunki byut sferalar ko'pda. Salonda misol uchun soch, kiprik, rastoshovka bor, permanent makiyaj yoki stilist, vizajist bor va kosmetologiya yo'nalishi bor. Hozir kosmetologiya yo'nalishi salondan ajralib chiqdi, chunki yangi fan, yangi yo'nalish sifatida biz universitet ham qildik, kosmetologiya universiteti qildik. Shuning uchun oldingi ish faoliyatingizdagi kosmetolog bo'lmasdan oldingi A nuqtangizdagi daromadingiz va kosmetologiyadagi daromadingiz. Endi buni bilasizmi, qanaqa solishtirsam bo'ladi? Osmon bilan yercha farqi bor desam ham bo'ladi, ustoz. Nimaga? Chunki oldin kichkina sohada ishlaganman, salon sohasida. Soham kichkina, chiqimim kam, kirim ham shunga yarasha bo'lgan. Chiqim kam bo'lgan, kirim ham shunga yarasha. Chunki kichkinagina oddiy yengil ish bo'lgan. Hozir endi kosmetologiya sohasiga kirib kelganman, ustoz. Buning ichida hamshiraligim bor, olgan diplomim hamshiralik qilishim mumkin. Hijomalar o'rganganman, ustoz. Bu ham bitta kasb desam bo'ladi. Plus kosmetolog, estetist, inyektsionist bo'lib ishlayman. Bu kasb ichida ko'pgina hali 1 oy, 2 oy shogird tushib emas, ustoz. Hali noldan boshlab o'zi aytgandek poydevor bilan o'qib kelyapmiz. Shunisidan xursandman. Topish ham xudoga shukr shunga yarasha. Endi hozir masga muqim bitta summani ayta olmayman, chunki ish ko'proq, ish kamroq paytlari bor, lekin oldingi ish bilan solishtirganda juda ham katta farqi bor buni. Ko'pchilik misol uchun o'qiydi-yu, baza kursimizda o'qiganlarning ko'pchiligi o'qish bilan bo'ldi, yaxshi kosmetolog bo'la olaman deydi. Siz bizada o'qigansiz, o'qiganingizdan keyin 1 oylik kosmetologiya kursimizni tugatganingizdan keyin ish boshlashingiz uchun qancha summa sarflagansiz? Chunki kosmetolog bo'lish uchun faqat o'qishni o'zi kamlik qiladi. To'g'ri. O'shanda 2 yil oldin boshlagan summangiz. Ustoz, o'qishdan tashqari faqat ishni o'ziga sarflagan xarajatim shu bitta kichkinagina xonam bor. 20 ming atrofida deyman. Chunki ozgina jihozlaganman xonani, undan tashqari o'zingiz o'rgatgandek faqat sertifikati bor preparatlar bilan ishlayman. Topmadim deganimda $1000 topaman. O'qish uchun faqat sarflagan pulim 1 oy 2 oyda chiqarganman. Endi biz kelib Toshkentda yashaganmiz, Farg'onadan o'qiganmiz, har o'qigan darslarimizni bajarib ko'rardik. 1-2 oyda chiqarganman desam ham bo'ladi, ustoz. Misol uchun ayollar yosh balog'at yoshiga yetdimi, уже 18-19 yoshda ota-onalari kollejga bermasdan, institutga o'qishni xohlamasdan turmushga uzatib yuborishadi. Aslida misol uchun ayolning ham ichida kichkinagina orzusi bo'ladi-da. Har bitta ayol to'g'ri yaxshi uy bekasi, yaxshi kelin, yaxshi rafiqa, yaxshi ona bo'lishdan qat'iy nazar, u ham jamiyatda o'zini o'rnini topgisi keladi. O'sha ichida bo'ladi-da shu narsa. Va kursdoshlik o'sha yotoqxonada, bitta kvartirada qizlar bilan turishni zavqi boshqacha bo'ladi baribir. Ko'pchilik ayollarda bunaqa holat bo'lmagan, lekin aynan bizning Nemis akademiyamiz ayollarda mana shu yoshligida armon bo'lgan holatlarini, armonlarini, orzularini amalga oshirishga yordam bergan. Kursdoshlaringiz bilan xuddi universitet, institutda o'qiyotganga o'xshab 1 oy qisqa vaqt sizga shu nimalar bera olgan. Hozir men aytgan hayotingizda ushalmagan, qolib ketgan, kechikdim o'sha o'qishga, student bo'lishga kechikdim, kursdoshlik zavqini, hissini tuyishga kechikdim degan narsalarni biz kam bo'lsa ham 1 oy ichida sizga bera olganmiz. Qanchalik bera olganmiz? Ortig'i bilan olganman desam ham bo'ladi. Chunki o'sha biz guruhda hammasi yaxshi quvnoq qizlar bo'lgan, birga yashaganmiz, birga o'qishga kelib ketganmiz, bir-birimizda protseduralar qilib ko'rganmiz. Men universitetda o'qib ko'rmaganman, boshlaganman, tashlab yuborganman, lekin kollejda o'qiganman, guruhdosh, kursdoshlar bilaman nimaligini, lekin 1 oylik kursdoshlarim boshqacha bo'lar ekan, baribir mehr qolar ekan. Hozirgacha guruhimiz bor, o'zingiz borsiz, mana yozishib turamiz, kim qayerda nima ish qilyapti, qiziqib turamiz. 11 tami qizidek o'zi, lekin shunday ham hozirgacha aloqalarimiz bor, juda yaxshi, yaqin bo'lib ketganmiz 1 oy davomida. Hammamiz bir-birimizni tushunib, mehrimiz tushib, hatto eslayman o'sha bitiruv kechamizda ham oxirgi kunimiz diplom berayotganimizda ustoz yig'lashganda, biz hozir maqtanamiz hammaga, hali gapiryapmiz, ichim g'alati bo'ldi o'zim. Bizga shunaqa ustozni ham mehri tushgan, bizga diplom beryapti, bizga duo beryapti, yig'lagansiz ustoz. Hammamiz hozirgacha gapiramiz shu narsani. Biz ustoz boshqacha mehr berganlar bizga diplom beryapti, yig'laganlar ustoz. Ancha ketganimizdan keyin ham istoriyalar qo'yib, sog'ingansiz ustoz. Eslayman.
O'zi bitiruv kechalaringizda o'zi sog'ligim ham yaxshi bo'lmagan. Kasal bo'lgansiz, ha. Temperaturam bo'lgan, lekin kelganman. Viloyatdan o'qishga kelishmoqchi bo'lishadi-da, lekin ularning oilasi bor, yosh bolasi bor. Misol uchun oiladan ruxsat so'rashda qo'rquv bo'ladi. Yokida bolasini ayol kishi balki kimgadir ishonib tashlab ketgisi, bolasi yosh bolasi bilan Toshkentga o'qishga kelishi qanaqa bo'lar ekan degan qo'rquv bor ko'pchilikda. Bolam kattaroq bo'lib qolsin va erim ruxsat berishini so'rashim kerak degan qo'rquv bo'ladi. Bu period sizda qanaqa o'tgan? Chunki siz ham yosh bolangizni tashlab kelgansiz bizga o'qish uchun bir oyda. Menda ham qo'rquv to'g'risi bo'lgan ustoz. Chunki yolg'iz farzandlarimni yolg'iz tashlab bunaqa ko'p vaqt ketmaganman-da. Endi bir kun, 2 kun bo'lishi mumkin. Bir oydan oshiq vaqt yurganmiz. Orada haftada bir kun sizda bo'lsa borardim Farg'onaga, keyin qaytib kelardim ertasi kuni. Qo'rquv bo'lgan, lekin bilmadim kasbga muhabbatmi, ustunlik qilgan. Hozir o'ylayman, hozir hamma narsaning iloji bor, ustoz. Qo'rqmaslik, chunki birinchidan vaqt tez o'tadi, ikkinchidan kasb o'rganasiz. Hozirgi vaqtda Toshkent uncha uzoq yo'l emas deb o'ylayman, to'g'risi. Bir qadam bo'lib qoldi-da, chunki hozir hamma narsaning iloji bor. To'g'ri. Boshlaganingizga 2 yil bo'ldi. Noldan kosmetologiya kursini tugatib, kosmetolog sifatida faoliyatingizni boshladingiz. Natijalar juda ham zo'r. Kecha o'zim Instagramingizni ko'rib chiqdim. Yaxshi, ancha xursand bo'ldim, to'g'risi faxrlandim. Bir narsa aytmoqchiman. Har oyda malaka oshirish uchun kelyapsiz Toshkentda, kosmetologlarda kimdir qaysi protsedurani o'rgataman deydi. Hamma kosmetolog nimadir protsedurani o'rgataman, shogird olaman deydi-yu. Misol uchun yangilik o'rgangan yaxshi, siz yangilik o'rganish uchun kelyapsiz. Bu ko'pchilik shogirdlarim bu savolni berishimga shogirdlarim o'zini fikrlari sababchi bo'lgan. Sizga ham shuni bermoqchiman, aytmoqchimanki, malaka oshirishga kelgan vaqtingizda boshqa kosmetologlar ham bo'ladi. Lekin ular sizdan oldinroq kosmetologiyani boshlagan. O'shanda sizni bilim darajangiz ularniki bilan solishtirgan joyingiz bo'lganmi? Bo'ladi. Doim men o'z aslida doim solishtiraman hamma bilan. O'qishga kelganimda ham solishtiraman. Albatta bo'ladi. Endi hozir aytsam maqtanishga kirib qoladi. Maqtanish emas, bu bemalol ayting. Endi o'zi mana kelsam, mana master klasslarga kelamiz. Har bitta Samarqand, Buxorodan, ko'p joydan, vodiydan kelishadi. O'zi MSda o'quvchilari to'g'risi ajralib turadi. O'zi siz bilib olasiz. Qanaqa bilib olishadi? Endi chunki hamma bir xil bitta mavzularda o'qiymiz-ku, misol uchun tezda bilib olamiz o'zi. Endi hali hozir aytsak maqtanishga kirib qoladi deb o'ylayman bu narsa, lekin elementarniy narsani bilmaydiganlari ham ko'rdim. Shunaqa kosmetologlarni ko'rdim. 4 yil, 5 yildan beri ishlayotgan kosmetologlar bilan master klassda bo'lib qoldim. Aptechniy sredstvalarni yuzga qilganlarini eshitdim. To'g'risi, bekorga demay, o'sha bizni 1 oylik kursimizda ham hamshiralik, ham birinchi yordam, ham preparatlarni ajratish o'rgatilmagan ekan deb o'ylayman-da. Har bitta darsga kelaversangiz, kosmetologlar bilan tanishaversangiz, ko'raversangiz, farqiga borasiz ekan. Ko'pchilik 1 oyda nimani ham o'rganardik deydi, lekin 1 oy ichida bizga bergan bilimimiz ishlab yurgan boshqa Instagram uchun, hayotda professional emas, Instagram uchun professional kosmetologman deganlardan ko'ra sizni bilim darajangizni o'zingizga ishonchingiz yanada ortdimi? Chunki o'qish vaqtida sizlar buni bilmaysizlar. Ustoz, to'g'ri aytasiz. Biz bilmaganmiz nimaga? Endi boshida kirib kelayotganingizda o'ylaysiz ekanda, o'zingiz nazaringizda men katta pul berdim, men hozir hamma narsani yo'q, bu o'zingiz aytgandek faqat fundament berasizlar. Tushuntirish berasizlar. Sizlar shu kasbga olib kirasizlar bizni. Fundament, kosmetologiya qirralari juda ham ko'p. Bu o'rganib, masalan, men o'zim 2 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, vaqt kelsa bir oyda 2 marta o'qishga kelaman, ustoz. Ko'p juda ham chiqadigan preparatlar ko'p, qiladigan protseduralar ko'p, masalan, hammaning ishlash texnikasi har xil. Biz ham boshida shoshilganmiz, o'ylaganmiz, kam berilyapti, bu nimaga kerak o'ylaganmiz. Yo'q, hozir men kelgan qizlarga ham aytaman, o'qimoqchi bo'lib havas qilgan qizlarga, birinchi fundament qilinglar, o'qinglar, mana bazada o'qinglar, ana keyin kimgadir borib shogird tushinglar. Shu to'g'ri yo'l bo'ladi-da aslida. Hozir hech narsa noldan bo'lib turib, borib bitta kosmetologga shogird tutsangiz, professionalniy kosmetolog sizga vaqti yo'q, hamma narsa mana sizlar o'rgatgandaqa noldan teoriyalar bilan o'rgatgani. Bizda o'qishni xohlab, ikkilanib yurganlarga, narxi qimmat deyotganlarga, ishonsam bo'ladimi deydiganlarga qisqa qilib biror narsa aytib yuboringchi. Ko'pchilikda bo'ladi, masalan, baza kosmetologiya tushunchasini O'zbekistonda o'zim olib kirganman-da va boshqalar arzonga $300 ga ham o'rgatishadi.
$300 ham o'rgatishadi. Odamlar bu narsani noldan yangi boshlaganlar to'g'ri tushunmaydi-da, narx solishtirishadi, sifat emas. Agar shu kasbga rostdan qiziqqan inson bo'lsa, ustoz, o'qishga kelib maza qilib bilim olib ketadi. Agar shu kasbga qiziqsa. Agar maqsad pul topish bo'lsa, agar faqat kasb bo'lmasa, unda $300 ga, $100 ga o'rgatsangiz ham qimmatsiraydigan insonlar bor. Kasbga mehr bo'lsa, qancha sarflasangiz ham bilasiz, u qaytadi sizga, o'zingizga qilinayotgan fundament-ku bu narsa. Eng yaxshi investitsiya bu insonni o'ziga, bilimiga qilinadigan investitsiya bo'ladi. Ko'pchilik shu narsada juda ham katta xato qiladi. Yo'q, men arzonroq joyda o'rganaman. Bitta narsani o'ylamaylik, arzonroq joyda menga kim dars beradi? Nima uchun u arzon? Va u menga nimani o'rgata bilishi mumkin? Uni o'zini qanaqa natijalari borki, nima uchun arzon deb o'ylashmaydi. Odamlarda ko'pincha narx qiziq rol o'ynaydi. Shunaqa. Lekin siz qimmat master-klasslarga ham borib ko'rdingiz. Da, to'g'ri. Lekin ustoz, shu narsani ham aytib o'tmoqchiman. Mana Instagramda, baribir internet hozir rivojlangan payt-ku, internetni ko'rib kelishadi. Hamma rivojlangan, hamma reklamasi zo'r kosmetolog deylik, ishonmaslik kerak ekan. Men o'zimdan misol kuydim, sizga ham, o'zingizga ham aytib berdim. Kelib, ko'rib, o'rganib, keyin kelgan ma'qulroq ekan, sinalgan. Mana masalan, necha yildan beri faoliyat olib boryapsiz o'qishda o'zida. Endi vrach kosmetologligingiz ancha yil davomida, to'g'rimi? Sinalgan joyga borishni tavsiya qilaman. Biz o'zimiz kosmetolog bo'lib turib, necha marta adashdik, necha marta mana to'g'ri adashib o'rganadi odam, lekin baribir ham ko'p reklamaga uchib qolmaslik kerak deb o'ylayman. Ustoz, bizga kelib kosmetologiyaga qiziqib so'ragan qizlar bo'ladi-da, shogird olasizmi deb. Bu narsa men uchun kulgili. Men o'zim hali shogirdman aslida. Shunaqa shogird olayotgan qizlarga ham kasblarimga ham aytmoqchiman-da, shunaqa kosmetologlar ko'rdim. Bitta master-klassda o'qiganmiz, yo sizni qo'lingizga kelib, siz yoningizda yurgan kosmetologlar, misol uchun bizning o'qish davrimizda hali o'zi shogird, lekin shogird olayotgan kosmetologlar ko'rdim. Endi hali o'zi ustoz darajasiga chiqmagan kosmetolog qanaqasiga u shogirdiga nima bera oladi? Hali unda hatto bir 3-4 yil ham staj yo'q. Unda aytmoqchimanki, ustozni ham tanlashda adashmaslik kerak. Uni tajribasiga, uni ma'lumotiga, uni kerak bo'lsa ishlagan joylariga ustoz bilib, surishtirib, kerak bo'lsa uni ishlarini ko'rib, kerak bo'lsa pasient klientlari bilan ham gaplashib, maslahatlashib, chunki ustozlik bu juda ham mas'uliyatli ish deb o'ylayman. Ayniqsa bizning kasbimizda ustoz xato qilishga haqqimiz yo'q deb o'ylayman. To'g'ri. Kosmetologiya yo'nalishidasiz, ishlaringiz zo'r. Bundan ham yaxshi bo'lsin. Rahmat. Kelajakda nima rejalaringiz? Xudo xolasa, kelajakdagi rejalarim ustoz ma'lumotimni oliy qilish. Xudo xolasa. Xudo xolasa, hozir hamshiralik diplomim bor. Baribir ham o'zingiz aytgandek oliy ma'lumot, bilim kerak baribir ustoz. Xudo xolasa niyatim, mana universitet ochildi, xalqaro universitet darajasiga chiqadi xudo xolasa. MC akademiya instituti bo'ladi ustoz. Xudo xolasa niyatim ustoz shu kasbimni endi davom ettiraman. Shu kasbda qolaman va xudo xolasa institutga kirib, ma'lumotimni oliy qilib, xudo xolasa keyin chet ellarda ham malaka oshirib, o'zingiz bilan o'zingiz aytgandek, xudo xolasa niyatimiz endi shu sizga o'xshab rivojlanish, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu videoda bizning kiyimlarimizga ahamiyat bermaysizlar, chunki случайно bo'ldi. Bu video bunaqa podkast olishimiz o'quvchilarimiz bilan biz MS Akademiya kosmetologiya 1 oylik kosmetologiya kursiga o'qitishdan tashqari ular o'qib tugatgandan keyin ham ularning faoliyatlarini nazorat qilamiz. Ishlardagi xato kamchiliklari bo'lsa to'g'rilashga yordamlashib turamiz va mana shunaqa jamoaviy bo'lib dam olishga chiqib turamiz. Bugun ham o'quvchilarimiz oldingi mana 2 yil bo'lgan diyorani tugatganiga, 3 yil bo'lgan, 1 yil bo'lgan, yangi o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham qo'shilishdi safimizga. Hammamiz birgalikda dam olishga chiqqandik va vaqtdan foydalanib sizlar uchun asosan direktda ko'p yoziladigan savollar uchun har doim o'zim chiqib gapirardim. O'quvchilarimdan живой отзыв oldim. Agar ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, albatta repost qilib, chiroyli отзыв qilib kommentariy yozib qo'yasizlar. Rahmat.